Madina, haliyam Instagramda video ko'rib o'tiribsanmi? Xolodilnikdan masalliqlarni ol, xostangiz zo'r cheescake retseptini o'rgatib qo'yaman. Bitta stakan muzli suvga 1 osh qoshiq jelatin solib, yaxshilab aralashtirib, xolodilnikka olib qo'yamiz. Choper yordamida 400 gram pechenyeni urvoq holatiga keltirib olamiz. 100 gram xona haroratida erigan saryog'i solib, yaxshilab aralashtiramiz. Qolipimizga solib, chetlarini stakan yordamida bortik qilib olib qo'yamiz. Endi navbat nachinkasiga 400 gram tvorog ustidan zaychi quyultirilgan sutlarni solamiz va purmilkini 35% smetanasidan solib, yaxshilab blender yordamida aralashtirib olamiz. Однородный massa bo'lgandan keyin jelatinimizni olamiz, xolodilnikdan mikrovolnovkada yoki водяной banyada yaxshilab eritib, ustidan quyib, yana bir aralashtiramiz. Qolipimizni ustidan quyib, 4 soatga xolodilnikka yuboramiz. Bu orada ustiga ganajini tayyorlashni boshlaymiz. 50 gram qaymoqni ustidan bitta plitkani solib, yana водяной banya yoki mikrovolnovkada eritib, shuni tayyorlab olamiz. Xolodilnikdan cheesecake'imizni olib, ustidan ganajni quyib, shu ko'rinishda aylantirsak, bir tekisda bo'ladi. Yana 1 soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. 1 soatdan keyin kessanglar shunaqa mazali, og'izda eriydigan cheesecake bo'ladi. Buni hattoki sotuvga chiqarsanglar ham bo'ladi. Bu videoni Madinalarga yuborib qo'ying. Agar sizga retseptim yoqqan bo'lsa, like, kommentariy yozib ketsangiz juda ham xursand bo'laman. Sahifamga obuna bo'ling.